Boshlang'ich $500 bilan mana shu 2014-yil ishlab chiqarilgan Spark'imiz halollansa savdoga berilayotgan ekan akalar. Kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin akalar. Sirazi obzor qilib beramiz. Yil 2014 katta motor akalar, faralar yaxshi holatda, 4 yumshoq balonlar taqilgan akalar. Salon qismiga kiradigan bo'lsa akalar, mashinamiz birinchi paysi, lekin 1 yevro kondisionerlar bilan akalar. Apishkalarni qarang, faqat misrobga bo'ladi akalar. Yaxshi chexollar taqilgan akalar. Puliklar yaxshi holatda, o'zirmamda rullari, 4-paketli gazlari bor, tarpetgan ustiga yaxshi chexollar, izigar pultlari bor. 398 000 kilometr yurgan ekan mashinamiz, lekin motorlari zo'r ishlayapti akalar. Hop, mashinamiz mexanika ko'rib turgan bo'lsanglar, kondisionerlarigacha bor, xudo xolis. Kondisionerlari ham yaxshi ishlayapti, tepada video registratorlarigacha bor ekan, xudo xolis. Mashinamiz tayyor holatda, hech qanaqa ish yo'q. Kelasiz, o'tirasiz, minasiz. Nima deysiz aka, orqalarida ham spoilerlarigacha bor, xudo xolis. Boshiga $500 berasiz, faqat Toshkent shahar, Toshkent yonbag'riga beraman deyaptilar. Qolgan ma'lumotini egalariga telefon qilib batafsil ma'lumot olsangiz bo'ladi akalar. Xullas, tegir egalar nomerlarini qoldirdim. Srochniy aloqaga chiqib baraka qilinglar akalar.